Bexillik kesellikdir. Abdori Muhammed Yusuf. 5. qism. Bexillar eng ahmaq kishilardir. Chunki bexillar o'zining bo'lmaganni jinini tikib qo'g'daydigan, uningdan taqdir qilingandan boshqasini yeyolmaydigan va topqanlarining hammasidan hisob beradiganligini bilib turib, halol harom demay pul to'playdigan va uning haqqini ado qilmaydigan ahmoqlardir. Chunki rizq bizning topqanlarimiz emas, balki bizning foydalanganlarimizdir. Allah rizqni bandalaridan o'zi xohlagan kishiga keng qilib berdi. Xohlagan kishiga tor qilib berdi. Allah haqiqatan har narsani bilib turguchidir degan so'zi buningga ishorat qiladi. Ulamolar deydiki, Alloh taolaning biror bandasining rizqini keng qilganligi uni topqanlaridan keng foydalanishga nisb qilganligi. Uning rizqini tor qilganligi topqanlaridan o'z ehtiyojiga tushliq foydalanishga nisb qilganligidir. Oyatning Allah haqiqatan har narsani bilib turguchidir degan qismi Alloh taolaning bandalarining barliq ehtiyojini va ularga nimaning foydali ekanligini to'liq biladiganligini ifodalaydi. Demak, banda qanchalik ko'p ishlasin va qanchalik ko'p pul topsin, u baribir Alloh taolaning taqdir qilganidan boshqasini yeyolmaydi, ishlatalmaydi. Rivoyat qilinishicha, nihoyatda bexil bir odam bo'lib, u topqanlaridan boshqalarni bahramon qilish u yoqda tursin, hatto o'zi ishlatishga bexillik qiladi ekan va topqanlarini saqlaydi ekan. Hech chiqim qilmaydi ekan. Bir kunlarda u sening boyligingni Iskandariyadagi Ahmad yeydi deb tush ko'rdi ekan. Dastlabda u tushga ancha ko'ngli bo'lib ketmaydi ekan. Ammo bu tushni orqa-orqadan 3 kun ko'rgandan keyin boyligidan ansirashga boshlaydi ekan. Shuning bilan u cho'ng bir toshning ichini o'yib, yiqqan oltin kumishlarini uning ichiga soladi ekan. Ondan toshning atrofini rangli toshlarni chaplash bilan zinnatlab dengizga tashlaydi ekan. Shuningdan keyin boyligimni hech kim yeyolmaydi degan ishonch bilan xotirjamlik ichida o'tdi ekan. Chunki u boyligidan yo o'zi yo boshqalar foydalanolmaganligi uchun to'liq xotirjam ekan. Bir qancha yildan keyin u bexil odamning safari Iskandariyaga tushib qoldi ekan va shahar aylanib yurib, o'zi dengizga tashlayotgan yeliq toshni bir do'konning ustida ko'rib hayron qoladi ekan. Ondan u do'konchiga, "O toshning sizda nima ishi bor?" deydi ekan. Do'konchi, "Dengizchilar tepib kelgan ekan. Qarasam, zinnatlangan, chiroyli bir tosh ekan. Shunga uni setib olib, do'konimning ustiga o'rnashtirib qo'ygan edim" deydi ekan. Bexil do'konchiga, "Darhol uni tushiring" deydi ekan. Do'konchi toshni tushirgandan keyin bexil toshni parchalab, ichidagi oltin kumishlarni chiqardi ekan. Ondan, "Men Allohning taqsimotiga ishondim. Bu boylik menga nisb bo'lmadi. Aslida bu mol dunyo sizning rizqingiz ekan" deb uningga berib o'tdi ekan.